Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan kateter qilishni o'rganamiz. Kateterlar turli xil razmerlarda bo'ladi. Hozir biz o'zimizga kerakli razmerni olib oldik. Kateter asosan og'ir bemorlarga qilinadi, sababi kateter tomirda 3 kungacha tursa bo'ladi va uzoq muddatli osmalarda yokida juda ko'p ukol olinadigan bemorlarga aynan shundan foydalaniladi. Bizga kateterdan tashqari kerakli dori, shpris, jgut, paxta, spirt va leykoplaster kerak bo'ladi. Hozir dastavval biz kerakli qiladigan ukolimizni tayyorlab olamiz. Retseptda qancha miqdorda ukol yozilgan bo'lsa, o'shani olib olamiz. Hech qanday havo qolmasligi tayyorlab oldik. Endi kateter uchun kerak bo'ladigan leykoplasterlarni tayyorlab olamiz. Bizga xuddi shuncha uzunlikda leykoplaster kerak bo'ladi. Bittasini ko'rsataman. Aynan o'rtasidan shunday kesilib, uchburchak shakliga keltirib olinadi. Yana bitta xuddi shunaqa tayyorlab olamiz. Ikisini ham tayyorlab oldik. Endi bizga 3 ta yoki 4 ta spirtlangan paxta kerak bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tayin, qo'llarim tozalangan, antiseptiklar sepilgan. To'rttala paxtamiz ham spirtga botirib tayyorlanib olindi. Endi kateterni ochib olamiz. Birinchi marta kateter qilayotganlar uchun yaxshilab tushuntirib o'taman. Kateterning qismlari, bu yopiladigan qopqoqchasi, mana bu yoqda uni shprisi. Shu shpris orqali uni suqamiz tomirga. Mana bu yoqdagilarni esa bunday tushiramiz. Qo'limiz mana shu holatda bo'ladi. Shu holatda bemorga qilamiz. Hozir endi qilish jarayonini ham ko'rsatib o'taman. Bemorning qo'liga jgutni bog'laymiz. Jgut bog'landi. Tomirni yaxshilab 2-3 marotaba to'liq atroflari dumaloq shaklda tozalanib olinadi. Chunki yuqorida aytib o'tdim, bu kateter 2-3 kun vaqtda ham qo'lda qolishi mumkin. Shuning uchun biz to'liq aylanasiga spirtlab olamiz. Endi kateterni ochib oldik. Yuqorida aytganimdek ushlaymiz. Sababi igna orqaga ketmasligi kerak. Orqaga ketsa suqish qiyinlashadi. Tomir ko'rinib turibdi. Avvalo tomirni his qilib, so'ng kirgizib boshlaymiz. Oxirigacha kirgiziladi. O'zi e'tibor berishlaringiz mumkin, qon keldi. Jgutni ochamiz. Biz tomirga tushdik. Qo'lni ham ochamiz. Mana tomirga tushganmiz. Qon ko'rinib turibdi. So'ng boya tayyorlab olgan leykoplasterlarni qo'yib olamiz. Kateter qimirlamasligi uchun. Mana shu shaklda qo'yib olamiz. Chunki bunda bemor uzoq vaqt ukollarni olishi mumkin. Soatlab va aynan shunday qilib igna joyida turishini, xavfsizligini ta'minlaymiz. Yopishtirildi. Endi kateterning ignasini olamiz. Va kerakli dorini qo'yib, asta-sekinlik bilan yuboramiz.
Bordik. Mana bu qopqoqchasini buni olgandan so'ng tezlikda yopib olamiz. Yopildi. Mana ukolni yuborib bo'ldik. Kateterning qopqoqchasini yopdik. Keyingi videolarimizda aynan kateterdan qanaqa qilib 2 yoki 3 kun davomida foydalanishni, uni doka yordamida qanaqa qilib mikrob tushmasligi uchun qay shaklda o'rashlarimizni ko'rsatib o'taman va unda aynan o'sha kateterning atroflari to'liq yopiladi va ertasi kun dori yuborish uchun mo'ljallanadi. Hozir bitta dorini yuborgandan so'ng bir necha soatdan so'ng keyingi dori bo'lsa, aynan shu qopqoqchasi olinib, keyingi dori yuboriladi. Biz hozir bitta dorini ko'rsatib o'tdik. Keyingi videolarda qolganlarini ko'rsatib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting.